Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم savdodagi taqvo haqida suhbat qilmoqchimiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaykum. Hal min khaliqin ghayrullohi yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ey insonlar, sizlarga Alloh ato etgan son sanoqsiz ne'matni eslanglar. Sizlarga osmon va zamindan rizq ro'z beradigan Allohdan o'zga biron yaratuvchi bormi? Hech bir iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir. Bas qayoqqa burilib ketmoqdasizlar? Sizlarga osmon va zamindan rizq ro'z beradigan Allohdan boshqa rizq beruvchi, yaratuvchi bormi? Rizq Allohdan. Bir odam meni rizqim kasbimdan deydi. Bu odam dindan chiqib qoladi. Chunki rizq Allohdan desa, bu meni rizqim hunarimdan deb turibdi. Yana bir odam rizqim kasbimdan va Allohdan deydi. Bu odam mushrik bo'ladi. Chunki Allohga sherik keltirib qo'yapti. Mushrik bo'ladi. Endi uchinchi odam nima deydi? Uchinchi odam aytadi, rizq Allohdan deydi. Kasbim sabab deydi. Mana shu odam mo'min bo'ladi. Odam bolasi borki, dunyoda badavlat bo'lishni xohlaydi. Hech bo'lmaganda birovga muhtoj bo'lmaydi deydi. Endi badavlat bo'lish, boy bo'lish shariatda ko'rsatilgan yo'llar bilan bo'ladigan bo'lsa, bu egasiga xayriyat olib keladigan ish bo'ladi. Serdavlat bo'lishni shariatda halol qilingan yo'llari bor. Ana shu yo'llardan bittasi savdogarlik. Agar savdogarlik, birodarlar, shariat ko'rsatib bergan andoza darajasida bo'ladigan bo'lsa, albatta bu savdoda barakat bo'ladi, xayriyat bo'ladi, maqsadiga yetishlik bo'ladi. Aks holda savdogar odam taqvoda bo'lmaydigan bo'lsa, bu savdosidan albatta zarar ko'rib qoladi. Savdo, birodarlar, o'zi taqvo. Savdo bu taqvo. Imom Muhammaddan, mana Abu Hanifaning eng katta shogirdlaridan, taqvo haqida bir kitob yozmaysizmi deyishdi. Deganida, yozib qo'ydimi deb javob berdi. Qaysi kitob desa, Kitobul Bay, savdo kitobini yozib qo'ydimi deb javob berdi. Demak, savdo kitobi bu fiqh kitobi, bu taqvo kitobi deyilar ekan. Qarang. Taqvo bu eng ko'zga ko'rinadigan o'rni bu savdo bo'ladi, birodarlar. Haqiqiy taqvodor savdogar odam qiyomat kunida nabiylar bilan, siddiqlar bilan birga bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shuning uchun qattiq talab qilar edi. Bizi bozorlarimizda savdo ilmini bilmagan kishilar savdo qilmasin. Xalifa Umar ibn Xattob, Umar odil aytayapti, bizi bozorlarimizda savdo ilmini bilmagan odam savdo qilmasin. Mana oramizda savdogarlar o'tirishibdi. Savdo ilmini bilaman deb ayta olamizmi? Kitobni ochib, savdo ilmi, savdo fiqhi haqidagi bobni ochib o'qidikmi? Biror domlani oldiga borib, shu ilmda bizga o'qiting, o'rgating dedikmi? Endi tushunyapsizlarmi, nimaga savdogarlarda juda ko'pchiligi baraka topmaydi? Nimaga bankrot bo'laveradi? Nimaga ish orqaga ketaveradi? Nimaga kuyib ketaveradi? Nimaga nasiyalar ko'payib ketaveradi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, halol savdogarlardan boshqalari do'zaxdadir. Savdogarlarning ichida halol savdogarlardan boshqalari do'zaxda.
Ba'zi bir odamlar ana shu savdosida hiyla qilsa, naring qilsa yoki savdosiga yolg'on qo'shsa, xaridorga xiyonat qilsa, ham tijorati rivojlanayotganga o'xshab ko'rinadi. Ammo bu vaqtincha narsa. Qara onon deydi, mana qilsa ham tijorati tekis ketyapti. Siz tekis ketayotgan vaqtiningizla ko'ryapsiz. Oradan 3 yil, 4 yil o'tgandan keyin ko'ringlar nima bo'ldi. Uyini ham sotib ketdi falon joyga deydi. Nimaga? Savdosida bo'yiga g'irrom bor edi. Boshlanishida bir zo'r bo'lib ko'ringan bunaqa tijorat 1 oy o'tadi, 1 yil o'tadi, albatta falokatga yuz tutadi. Nima uchun? Chunki Alloh taolo hech qachon harom ishga baraka bermaydi. Harom ishga Alloh taolo yaxshilik bermaydi. Qisqa muddat o'tadi, tijoratida harom, g'irrom, yolg'on ishlayotganlar vayron bo'lishligi bu faqat vaqt masalasi xolos. Endi inson zoti borki, qaysi zamonda, qaysi makonda yashamasin, rizq talabida bo'lgan. Rizq talabida bo'lgan. Haligi oldiga shoshilib o'tib ketib aytib qo'yay. Kasb bo'lsin, hunar bo'lsin, savdo bo'lsin, undagi muammolarimizning barini bitta sababi bor. Kasbimiz, tijoratimiz, hunarimizdagi muammolarimizni sababi bitta. Rizq haqidagi tasavvurimizni xato ekanligi. Rizqni nimaligini tushunmaganligimiz, baraka nima ekanligini bilmaganligimizdan har xil xatolarga, gunohlarga nima qilamiz? Qo'l urib qo'yamiz. Astagfirullah. Va ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allohu yarzuquha va iyyakum va huwas samiul alim. Alloh taolo Ankabut surasida aytayapti. O'z rizqi ro'zini ko'tara olmaydigan, ya'ni topa olmaydigan qanchadan qancha jonzotlar bor. Alloh ularga ham, sizlarga ham rizq ro'z berur. U eshituvchi, bilguvchidir. Qancha jonivorlar bor, rizqini topib yolmaydi o'zi. O'ziga qolsa, lekin ularni Alloh taolo rizqini o'zini zimmasiga oldi. Sizlarga rizqinglarni berishligini ham Alloh taolo o'zini zimmasiga oldi. Bir olimni qamab qo'yishdi. Bu voqea qissa. Qamoqda o'tiradi, uni xonasi yerda chuqurida, 10 metr pastami, 20 metr pastami, podvalda qamog'i. Bitta chiroqni yoqib qo'yadi, kunmi, tunmi bilmaydi, o'tiradi. Qilgan ishi yo'q, xonasini kuzatishdan boshqa. Qarasa, o'sha shiftni bir burchagiga o'rgimchak to'r solib qo'yibdi. Yerda 15-20 metr pastda. Hasharot tushmaydi hali yerga. Lekin o'rgimchak rizqini sababi bo'lgan to'rni to'qib qo'yib o'tiribdi kutib. Qarab tursa, hali olim uzoq o'tirgan, har 3 kunda bir bitta pasha kiradi-da to'rga ilashadi. Haligi o'rgimchak tutib yeydi, yana kutadi. 3 kun o'tadi, yana bitta pasha tushadi, rizqini yeydi. Ko'ryapsizmi? U 20-30 metr pastga qaysi pasha tushadi deysiz. Lekin Alloh shu o'rgimchakning rizqini o'zini zimmasiga olganmi? 3 kunda bir tushirib turibdi. Qancha jonivorlar bor. O'zini rizqini topa olmaydi, ko'tara olmaydi, lekin Alloh yetkazib beradi deyapti oyatda. Astagfirullah. Qul man yarzuqukum minas samai val ard qulillah. Ey Muhammad alayhisalom, ayting. Kim sizlarga osmonlar va yerdan rizq berur? Va yana o'zi ayting javob berib, Alloh. Rizq Allohdan birodarlar. Hunarimizdan emas, otamizdan emas, ishxonamizdan emas, shepdan emas, kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, o'lasan. Shuning uchun musulmon odam o'zini xor qilmaydi, rizq topaman deb, shepga, oshnasiga, qo'shnisiga. Meni rizqim Allohning qo'lida. Seni ishxonangda ishlamasam, boshqa yerdan Alloh rizqini yetkazaveradi deydi. Agar iymoni komil bo'lsa, rizqini Allohdanligiga. To'g'rimi? Shep, meni haydamang, мне нужна эта работа deydi. Menga kerak shu ish deydi. Haydamang deydi. Haydab olsa, 10-etajdan irg'ib yuboradi. Joniga qasd qiladi. Nima uchun? Nima uchun? Bu Koreyada ko'p bo'lar ekan. Bo'yg'ani aka sizga deb gapiryapman, ha. Nimaga? Kreditga ham yo'da olgan,
uyi ipoteka, hayotini qarzga sotib qo'ygan, hamma yo'g'i qarz, endi ishxonadan chiqib kelsa, qadam to'laydi kredit, shuncha o'lib oladi. Mo'min odam nima qiladi? Osmon qo'lingizda bo'lsa, shep. O'sha haqida bir dars qo'yuvdim, kommentariyalarga juda ham chiroyli gaplar yozishibdi, o'qib berishdi. Domla, yaqinda menda shunaqa bo'ldi. To'g'ri aytibsiz. Rizqimni Alloh boshqa yerdan berdi. Bittasi aytadi, men 2 yil buni shunaqa qilganman. To'g'ri aytyapsiz, domla. Bittasi aytayapti, men endi qildim. Qarab turaychi, nima bo'lar ekan deyapti. Alloh taolo rizqni bitta eshigini yopib qo'ysa, boshqasini albatta ochadi. Chunki siz tirikmisiz? Robbis subhanahu va taolo sizni rizqingizni o'zini zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, qo'rqmang, cho'chimang. Kursda o'ynashdan ham qo'rqmang, do'konlar buzilib ketadi desa ham qo'rqmang. Sizni rizqingizni Alloh o'zini zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling. Rizq nima? Alloh insonga ato qilgan, hadiya qilib qo'ygan har bitta narsa rizq deyiladi. Ki u ato qilingan narsadan inson foydalanadi. Alloh bandalarining rizqlarini kafolatlab qo'ygan. Inson bormi? Demak, rizqi bor. Kofirmi, mo'minmi farqsiz. Mana endi rizq Allohdan ekanligini bildik. Mana shu rizq topishlikda insonlar gunoh, ma'siyatga qo'l uradi. Sabab nima? Bu juda ham muhim savol. Juda ham muhim savol. Javob shuki, odamlarni rizq haqidagi tasavvurlari to'g'ri emas. Odamlarning rizq haqidagi tushunchalari shariatga muvofiq emas. Muammo shunda. Dinimizda bu masalada nima deyilgan? Inson o'zini taqdirida bitilgan rizqini yeydi. Ko'p ham emas, oz ham emas. Yozildimi? Yeysiz. Bunga aniq iymon keltirib olish kerak. Endi ana shu yozilgan rizqni halol yo'l bilan topadimi? Harom yo'l bilan topadimi? Uni ixtiyori faqat shunda. Halolni tanlasa ham, haromni tanlasa ham Alloh yozganidan oshchasini yemaydi. Kasb hunar qiladimi, tijorat qiladimi farqi yo'q. Ammo baribir nimani topib yeydi? Yozilganini. Bunga ham aniq iymon keltirish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadisi bunga dalil. Imom Muslimdan Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhudan Rasululloh aytadilar: "Kataballohu maqodiral xalaiqi qabla an yakhluqas samawati val ard bi 50,000 sana." Alloh azza va jalla osmon yerni yaratmasdan 50,000 yil avval haloyiqlarning taqdirlarini bitib qo'ygan. Hali osmon ham yo'q, hali yer ham yo'q, hali hech narsa yo'q paytida 50,000 yil avval dunyoga keladigan hamma jonivorlarni, maxluqotlarni, insonlarni, parranda darandalarni rizqini Alloh yozib qo'ygan. Shunda uning arshi suv ustida edi. Payg'ambarimizning boshqa hadislari. Haqiqatda sizlardan bir kishining, dedilar Rasululloh, yaratilishi onasining qornida 40 kun ichida tomchi suv holatida, nutfa holatida amalga oshadi. So'ngra yana shuncha muddat ichida lahta qon holida bo'ladi. So'ngra yana shuncha vaqt bir parcha go'shtga aylanadi. Necha oy o'tdi? Onaning bachadoniga joylashdi. Nutfa 40 kun qimillamay turdi. Keyingi 40 kunda lahta qonga aylandi. Keyingi 40 kunda bir parcha go'shtga aylandi. 120 kun o'tdi. 4 oy. Endi mana shu 4 oy bitishiga Alloh tomonidan bir farishta yuboriladi. Insonni taqdiriga tegishli bo'lgan 4 ta narsani yozib qo'yadi. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli yoki baxtsiz bo'lishini. Rizqini, ajalini. Birinchi yozilgan 2 ta narsa shu. Onangiz qornida siz bir parcha go'sht bo'lib turgan paytda dunyoga erkak bo'lib kelasizmi, ayol bo'lib kelasizmi? Yozildi. Bo'yingiz qanaqa bo'ladi? Yozildi. Rangingiz qanaqa bo'ladi? Yozildi. Sochingiz qalin bo'ladimi, siyrak bo'ladimi? Yozildi. Ovozingiz qanaqa bo'ladi? Ko'zingiz qanaqa bo'ladi? Quloqingiz qanaqa bo'ladi? Va qancha rizq yeyishingiz ham yozib qo'yildi. Xotirjam bo'ling. Shu yozilgan rizq tugashiga ajal keladi.
Demak, iymon keltiraylik birodarlar. Biz dunyoga kelishimizdan avval xalq qilib qo'yilgan. Endi ana shu rizqni qanaqa yo'l bilan topishlik bizning ixtiyorimizda va qanaqa qilib topish kerakligi shariatda ko'rsatilgan. Talabni chiroyli qilinglar. Birodarlar, yaxshilab bilib olaylik shu narsani. Yozildimi? Tamom. Banda uni qo'lga kiritadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Inna ruhul qudusi nafasa fi raw'i." Albatta Ruhul Qudus, ya'ni Jabroil alayhissalom meni fikrimga shunday narsani pufladi. Ya'ni shunday narsani xayolimga olib keldi. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha va tastawiba rizqaha. Albatta bir nafs, jon ajali yetmagunicha va rizqini to'laligicha olib bo'lmagunicha o'lmaydi. Tushunarlimi? Rizqini yeb olmagunicha, ajali kelmaguncha o'lmaydi. Rizqini yeb olmadimi? Demak, hali ajali kelmadi. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah. Sizlardan biringlarni rizqi kechikishligi Allohning ma'siyati bilan u rizqni talab qilishlikka olib borib qo'ymasin. Fa innalloha ta'ala la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Allohdan taqvo qilinglar. Rizq talabida chiroyli yo'l tutinglar. Sizlarni bittanglarni rizqi kechikishligi uni ma'siyat bilan talab qilishga yetaklab qo'ymasin. Chunki Allohning huzuridagi narsaga faqatgina toat bilan erishiladi. Bir odam ishlayapti, ishi yurishmayapti. Harakat qilyapti, pul ko'paymayapti. Qo'yingki, qo'li kalta. Rizqi tang bo'lib turibdi. Rizqi keng bo'ladigan payt hali bo'lmadi-da. 40 ga kirganda kelar edi, 45 ga kirganda kelardi, yozilgan edi. Ungacha shoshilib ketmanglar. O'sha boyiyman deb, katta pul topaman deb haromga urmanglar. Yozilgan kunda bo'ladi. Ungacha sabr qilinglar, haromga kirib olmanglar. Sizlar haromga kirganinglar sizlarni boyitib qo'ymaydi. Taqvoda turganinglar sizlarni kambag'al qilib qo'ymaydi. Rizq bor. Erta bermaydi boylikni bandalarning ko'piga va bunda juda katta hikmat bor. Tasavvur qiling, 25 ga kirgan savdogar birdaniga katta boyib ketdi. Nima bo'ladi? O'zini tuta olmay qoladi, elolab qoladi va juvonmay o'tib ketadi, nazardan qolib. Endi 40-45 ga 50 ga kirganda bersa-chi u davlatni. O, domla 40 dan keyin beradimi endi bo'lmasam? Nima qila olasan? Nima qila olasan? Bermasa nima qilasan 100 ga kirganingda ham? Kim ishi u? Seni ishing bunday qilib, halol bo'lib, mehnat qilib, nima qilish? Kutish. U yoqqa kim ishi? Xo'p, demak, payg'ambarimiz aytibdilar, albatta Ruhul Qudus mening fikrimga shuni pufladi. Albatta bir nafs, jon ajali yetmagunicha va rizqini to'laligicha olib bo'lmagunicha o'lmaydi. Bas Allohdan taqvo qilinglar va rizq talabida chiroyli yo'l tutinglar. Sizlardan biringizni rizqi kechikishligi uni ma'siyat bilan talab qilishga yetaklab qo'ymasin. Allohning huzuridagi narsaga faqat toat bilan erishiladi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.